Bizga Nexia 3 tinib kelib qoldi-yu. 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz. Ravon partiya, mashinamiz holatlari vobshe ideal bo'lib turibdi. O'zini diskalarida, yumshoq balonda, oynalarimiz ham but-butun. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsa, salon qismida ham bunaqa urinib ketmagan ekan. Probeki bos mashina. Hali hidlari ketmagan. Yurgan probekimiz 33906 halol. Bemalol libosini olib kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz holatini ko'ringlar. Yangidek bo'lib turibdi hali. Mashinamiz benzinda harakatlangan. Holatlarimiz vobshe ideal bo'lib turibdi. Texnikasiga hech qanaqa ish yo'q ekan mashinamizni. Kraskasiga keladigan bo'lsa, mana mashida mashinchi petno bor ekan. Shu kosadek petno bor ekan. Qolgan joyi top-toza zotdilar. Libosini olib kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu mashinamizni olib mazza qilib haydashingiz uchun 9290 bosa olinglar.